Manchester City klubi bosh murabbiyi Josep Guardiola o'z o'yin uslubiga mos keladigan yosh va iqtidorli futbolchilarni saralash ishlarini boshlab yuborgan. Bu haqda City Extra portali xabar berdi. Manbaga ko'ra, ayni shu maqsadda City hozirda Udinezeda to'p surayotgan fransiyalik himoyachi Umar Solyega qiziqish bildirgan. Klub uning transferi uchun 30 million yevro to'lashga tayyor. Futbolchiga Liverpool va Chelsea klublari ham qiziqish bildirmoqda. Sportga qiziqasizmi? Unda sizda katta daromad egasi bo'lish imkoniyati bor. Sizlar uchun kanalimiz hamkori Adinix eng yuqori koeffitsiyentlarni taqdim etadi. Sevimli jamoangizni qo'llab-quvvatlang, millionerga aylaning. Kommentariyadagi silkaga o'tib, hoziroq ro'yxatdan o'ting. To'g'ri tanlovdan adashmang. E'tiborlisi, joriy mavsumda Manuel Akanji, John Stones va Nathan Ake kabi futbolchilarning jarohati tufayli klub qishda o'z safini kuchaytirib, Abduqodir Husanov va Viktor Reis bilan shartnoma imzolagandi. O'zbekistonlik legioner asosiy tarkibda bir nechta o'yinda maydonga ham tushdi. Xo'sh, Abduqodir Husanovning Manchester City'dagi istiqboli qanday baholanmoqda? Josep Guardiola uni yozda shaxsan tayyorlab, o'z uslubiga to'liq moslashtirish niyatida. Ma'lumotlarga ko'ra, murabbiy Abduqodirni bo'lajak himoya loyihasida asosiy futbolchilardan biri sifatida ko'radi. Umar Solyeg bilan shartnoma imzolash rejasi orqadagi raqobatni kuchaytirishga qaratilgan bo'lib, City Ake, Stones yoki Akanji bilan xayrlashishni o'ylamoqda. Shu bilan birga klub Juventus himoyachisi Andrea Cambiasoni ham o'z safiga qo'shib olmoqchi. Yil davomida sog'ligida hech qanday muammo bo'lmagan yagona himoyachi Joshko Gvardiol bo'lib qolmoqda. Uning barqaror o'yini murabbiylar shtabining alohida olqishiga sazovor bo'ldi. Bahorgi o'yinlarda Abduqodir Husanov bilan tandemda o'ynagan Rico Luisning o'yini ham ijobiy baholandi. Paxtakor prezidentining sport masalalari bo'yicha maslahatchisi Maksim Chatskix Sport 24 saytiga bergan intervyusida Angliyaning Manchester City jamoasida o'ynayotgan o'zbekistonlik futbolchi Abduqodir Husanov haqida fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Uning o'ynamagani hech narsani anglatmaydi. Abduqodir boshlang'ich tarkibda o'ynaydi. Husanov Manchester Cityning kelajagi ekanligini avval ham aytganman, hozir ham aytyapman va bundan keyin ham aytaman. U albatta o'ynaydi. Kechirasiz, u yigit hali 21 yoshda. U allaqachon Manchester City safida ishonchli o'yinlar ko'rsatib ulgurdi. Hozir ingliz klubida qayta shakllantirish jarayoni ketyapti va bu menimcha davom etadi. Hech kimga sir emas, hamma narsa ko'rinib turibdiki, hozirgi Manchester City o'zining oldingi darajasida emas. Shuning uchun jamoada qayta shakllantirish bo'ladi. Husanovni ham aynan shu jarayonga taklif qilishgan. Abduqodir juda yuqori mahoratga ega futbolchi, shu bilan birga u yaxshi inson. Unda futbolchiga kerakli intellekt va jismoniy kuch bor. Yevropa maydonlarida super klubda o'ynash uchun barcha sifatlarga ega. Uning avval o'ynab, keyin o'yinga qo'yilmagani oddiy rotatsiya. Bu futbolda normal holat. Husanov Manchester Cityga kirishib ketdi. Endi u yerdan chiqmaydi. Uning faoliyati endi yaxshi bo'ladi. Hammasi o'ziga bog'liq. Abduqodir ruhan juda barqaror. Ba'zi himoyachilar yoki darvozabonlar xatolardan keyin o'zlarini yo'qotib qo'yishlari mumkin, lekin bu Husanovga tegishli emas. U bu jihatdan mutlaqo xotirjam va tushunarsiz his-tuyg'ularga berilmaydi. Bu borada Husanovning fazilatlari juda yaxshi. Husanovni afsonaviy himoyachilardan biriga o'xshatsa bo'ladimi? Masalan, Puyol yoki Pikega deb berilgan savolga Maksim Chatskix quyidagicha javob berdi. Puyolga o'xshamaydi, u emotsional jihatdan biroz boshqacha futbolchi. Husanov madaniyatli, odobli va kam gapiradi. Ehtimol vaqt o'tishi bilan va yoshi ulg'ayishi bilan bu narsa unda paydo bo'lar. Abduqodir deyarli gapirmaydi, jim turib o'z ishini qiladi. Ehtimol Pepe'ga o'xshar, kurashchi deb savol berilganda Chatskix quyidagi javobni berdi. Ehtimol, lekin Pepe ulg'ayganida tezligi va jismoniy holati yetarli bo'lmay qolganda shunday bo'ldi. Shunda u buni biroz boshqacha usullar bilan qoplay boshladi. Keling, Husanovdek bo'lsin, deydi Maksim Chatskix. Aytgancha, so'nggi vaqtlarda Abduqodir Husanovning jamoadoshlar bilan mashg'ulotlar vaqtida suhbatlashishi aks etgan videolari tarqaldi. Ko'rinib turibdiki, u ingliz tilini tez fursatda o'zlashtirmoqda va bu muammo deyarli hal bo'lib ulgurgan. Aynan futbol videolari uchun Bugun Futbol kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringizni izohlar bo'limida yozib qoldiring.